Assalomu alaykum. Bizga bir kontor bir mahsulot bo'yicha Mikrokredit bank ATB Asaka BXMga Farovon MFda joylashgan 28-29 kontorlar biriktirilgan. Hozirda bu yerda birinchi ekinga tarvuz poliz ekini ekilgan. Tarvuzlar 25%, yani 100% olsa hosil 25% darajada kattalikka ega bo'ldi. Bu tarvuzlar xudo xohlasa iyun o'rtalari, iyun oxirlariga yig'ishtirib olish rejalashtirilgan. Bu yer 50 ta dehqon xo'jaliklarga biriktirilgan. Ular shu hosilda yetishtirishmoqda. Zamin tomorqa 202 MChJ bilan birgalikda. Bu konturimiz eniga 530, bo'yiga 470 atrofida chegaralangan. Atrofi 3 tomoni terakzor. Oldi tomon kirish tomoni tutqator. Keyin yo'lak, mashina yo'li o'tgan oldidan. Yo'l yuzida joylashgan konturimiz. Bu 1 tonnasidan 15 tonnaga yaqin hosil oladi. 15 tonnaga yaqin hosildan 4 ming so'mdan sotgan taqdirda 50, 60, 70 milliongacha daromad olish mumkin.